Xayrlik şembiler. Xayrlik şembiler bolsun bütün dünyadaki barlıq vatan söygen Uyghur qeyrindaşlar. Hem xayrlik rozu günlerinizga mübarek bolsun. Uyghur devletinin aziz puhralari. Bugünkü söhbetimizni yana davamlaştırmamız vatan söygen qeyrindaşlar. Küçümüzden yetişçe milletimizden hayatıga münasebetlik ve taşqı dünyada yüz beriyotgan özgürüşler haqida men aqlimga yetgan, men tushungan, to'g'ri deb qaragan masalalarni mening hayotimda men ko'rgan mushu siyosiy ko'rishlarimni to'g'ri deb qaragan taraflarni va tushunmagan ba'zi taraflarimni o'zinglar bilasizlar. Milletimiz, xalqimiz bilan o'rtoqlashib kelayotgan yana bugun men bu suhbatimni boshlayman qarindoshlar. Bugungi meniki ko'pchilikka sunadigan temam ko'pchilikninki bir qanchalar bildi, asosli vatandoshlar bildi deb o'ylaymiz, biladi deb o'ylaymiz. Shunday bo'lsa-mu, yana takrorlab o'tishga to'g'ri keladi. Ya'ni islom davlatlarininki, musulmon davlatlarining Uyg'urlarni Xitoyga qaytirishi, ya'ni tashqi dunyodagi muhojira tutirayotgan Uyg'urlarni Xitoyga qaytirish ahvoli bu Wilson tadqiqot markazi tarafidan e'lon qilingan. Meni asosli bo'lgan shu temam bu shaxti bo'ladi. Ya'ni islom davlatlari, musulmon davlatlari nima uchun Uyg'urlarni Xitoyga qaytirib berdi degan tema asosli tema bo'ladi qarindoshlar. Undan burun men vatandoshlarga dunyoda yuz bergan ba'zi o'zgarishlarni ko'pchilikka yana davomli sunib kelayotgan, ya'ni bugunmi shu tariqada bo'ldi qarindoshlar. Xabaringlarda bor, Ukrainada urush yuz beryapti. Ukrainada urush yuz beryapti. Ilgirki so'zlarimizda degan bu urush uzunga davomlashishi mumkin degan farazlarni o'tirib qo'yib kelgan to'q. Bu shundoq bo'ldiganda ko'rindi, ammo mening bu urushdan o'zimning bayqagan yerim Rossiya hokimiyati, ya'ni Putin hokimiyati jiq chiqimlarga uchrayotdi. Bu chiqimlarga uchrashdiki asosliq mening tushungan nuqtam, ya'ni urushda ba'zi bir burilish nuqtalari o'tirg'i chiqyotdi. Endi meningki o'rganganim bo'yicha bo'lgan vaqtingizda, masalan, Rossiya tanklari Amerikaning bergan odatda 5-6 kilogramm atrofi yetadigan dronning hujumlari sababidan nayt ko'p chiqimlar uchrayotdi. Ya'ni Ukraina askarlarining tanki atarliq etishidan boshqa, ya'ni Amerika Ukrainaga bergan masalan 5-6 kilogramm atrofida keladigan, ya'ni minomyotning ichiga xabaringlarda bor, minomyotning ichiga odat o'q holatda selib, uni atgandan keyin u havo bo'shligiga ko'tarilib, shu tankini o'zi izlab berib, yani bu drone o'zinglar bilasizlar, uçqusiz kichik aeroplanlar, ya'ni kamikaze shaklda Rossiya tanklariga o'zini urush orqali bu yerda Rossiya tanklarini nayt ko'p chiqim uchirdi. Demakki bu urush jarayonining o'zida bir mening kuzatganimcha bir burilish nuqtasiga to'g'ri keldi deb o'ylayman. Nimishqa degan vaqtning o'zida masalan tanklarninki bundan keyingi urushlarda asosli bir jang qurolining bo'lmaydiganligi bu yerda o'tirg'i chiqyotdi. Bu urushda Ruslarning nayt ko'p tankining chiqimga tortishi, ziyon tortishi, demak bu shundoq 5-6 kilogramga yetmaydigan bir kichik dronninki g'oyat zo'r o'z yo'g'on bo'lgan nayt ko'p chiqimi jiq bo'lgan uni yasash uchun ketadigan shunday bir tankininki ayni vaqtning o'zida bu quruqliq podshohi deb atalgan tanklarning bu ki bundan keyingi urushlarda asosliq bir ahamiyatsiz qurol qatoriga o'tib qolganligi bu ko'rinib turyapti qarindoshlar. Bundan Xitoy bu Ukraina urushini boshdan oyoq ko'zitib kelayotgan Xitoy haqiqatan bo'lgan chaqda dakki-dukkining ichida. Demak, urush demaklik mohiyatda chiqganda birinchidan jasorat bo'lsa, ikkinchidan texnika muhim omil ekanligini bu o'zinglar yaxshi bilasizlar. Rus tanklari Amerikaning kichik bo'lgan 5-6 kilogrammga yetmaydigan minomyotning ichida shaklda etib turib, havoga ko'tarilgandan keyin odatda bir aeroplan shaklda yeyla oladi ekan, u uchib berib Rus tanklarini shundoq chiqimlarga. Xulosa gap, buning deyinki quruqliq podshohi deb atalgan tanklarning jangda qo'llanish ehtimolligining tuvan ekanligi
yoki ahamiyatsiz o'rniga tushib qolganligini ko'ryapmiz. Xitoy bo'lsa hamda bu jihatlarda aytgan chaqda chiqayotgan muloyiz maqolalardan Xitoy andisha dakdukiniga tushyapti qarindoshlar. Endi yana birisi bugün bu xabardan avval men ko'pchilik yana bir narsani deb qo'yay dedim qarindoshlarimiz. Biz sosyal medyadan ko'rib turyapmiz. Janvada namoyish bo'ldi ekan. Men vatandoshlarımga deydiganim, tevanchilik bilan so'raydiganim, mayli qandaq ziddiyatimiz, qandaq narsamiz bo'lishidan qat'iy nazar Xitoyga qarshi bo'lgan har qandaq namoyishlarga berishinglarni umid qilma vatandoshlar. Chunki biz uning namoyishi, buning namoyishi deb o'ltasak, ma uyda yetib olgan jonivorlarga nayt ko'p fursatlarni yaratib bergan bo'lamiz. Shuning uchun bu namoyish bo'lgandan keyin mayli qandaq shaxs o'rlashtirsin, mayli kim o'rlashtirsin, men ilgirdan tortib qo'llab kelayotgan mening vatandoshlardan o'tindig'im, mushundaq namoyishlar bo'lsa, kuchinglarning yetishicha berishinglarni, qatnashishinglarni tavsiya qilaman vatandoshlar. Vatandaşlar, men asli şu dushanba kuni, yani 5-oyning 2-kuni men plani bo'yicha 5-oyning 8-kuni ishga mingatdim, ammo tuyuqsiz o'zgarishlar bo'lib 5-oyning 2-kuni menib men 20-kuni qaytib keldim ekanman. Ba'zi insonlar yetishimiga o'xshaydi. Shundoq bo'lgandan keyin men u yoqqa boradigan namoyishga vaqtim yetmaydi ekan, ish o'rnida bo'lib qoldi ekanman, dengizda bo'lib qoldi ekanman, bora olmaydi ekanman. Ammo berish imkoniyati bo'lgan qarindoshlarning mushundaq namoyishlarga aktiv men qatnashishni umid qilaman qarindoshlar. Bu jihatda men fikrimni o'tirg'a qo'yib qo'yay. Endi yana birisi, men qisqa xabarlarni aytsak qarindoshlarimiz, masalan o'tgan mushu haftaning ichida Balojiston ozodlik armiyasi Xitoyga nayt qaqshatqushlik zarba berdi. Ya'ni Balojlik bir ayol, ya'ni bir xonim Xitoy va Xitoylar mangan mashinada o'zini partish orqali 3 Xitoyni jahannamga yo'lladi qarindoshlar. Biz ilgirki suhbatlarimizda degan Balojiston, ya'ni Baloj xalqi Xitoy bilan ayni vaqtdagi Imron Xon, ya'ni Pokiston hokimiyatining tarkibida xuddi bizga o'xshash ezilgan millat deb turib atgan edi qarindoshlar. Ular haqiqatan ezilgan millat. O Balojlar rayoni, ya'ni Guardport rayonlarida Xitoylar kirish orqali u yerda qurilish qilamiz degan bano bilan xuddi davlatimiz Uyg'ur davlatini qandaq insonlarni ko'chirib kelib, ularning aslidagi normallik an'anaviy hayotini buzgan bo'lsa, atalmış taraqqiyotnomada Baloj xalqini shunday qilgan. Ko'rdinglar, men Facebook'imga qo'shib qo'ydim. Balojiston ozodlik armiyasi o'zining bayonotlarini beryapti. Xitoy hokimiyatining bu Ipak yo'li qurilishda, ya'ni Balojiston rayonidan o'tadigan Ipak yo'li qurilishda yengiladiganligini, bu yo'lda Xitoy va g'alchi Pokiston hokimiyatiga, Xitoyga setilgan g'alchi Pokiston hokimiyatiga qaqshatquch zarba beradiganligini o'tirib qo'yibdi. Bu Balojlarning birinchi qatimli harakat emas. Xabaringlarda bo'lsa, o'tgan yil mening bilishimcha shu Xitoy ishchilari qartilgan hujum jarayonida 11 Xitoyni o'z ichiga olgan, mashinaga o'z ichiga olgan, ya'ni mashinada o'tirgan Xitoylarga hujum qilish orqali 11 Xitoyni jahannamga yo'llagan va uningdan ilgirmi bo'lgan. Menchi bo'lgan vaqtimizda bundan keyin bu harakatlar davomli keskinlashadi deb o'ylayman. Baloj xalqi o xabaringlarda bo'lsin, o Pokistonda, Afg'onistonda, Eronda yashaydigan bizga o'xshash shu davlatlardagi oz sonli xalq, ammo jangovar xalq. O xalq menchi bo'lgan vaqtimizda Xitoyga ajallik zarba bera oladi deb o'ylayman. Ham mening tushunishimcha bo'lgan chaqda kelgusining o'zida xalqaro tarafdan himoyaga erishgan bu rayonning o'zida mayli Pokistonda bo'lsin, mayli Afg'onistonda bo'lsin va yoki mayli Eronda bo'lsin, Xitoy hokimiyatiga qarshi o'zining mustaqillik yo'lidagi Balojiston ozodlik armiyasini menchi bir qonunli shaklda quriladi deb o'ylayman qarindoshlar. Bu meniki ko'pchilik yetkazadigan bir xabarim. Undan boshqa yana bir xabarimiz qarindoshlar, dunyodagi nurg'un insonlar xush bo'ldi. Elon Musk Twitterni setib oldi qarindoshlar. Elon Musk Twitterni setib oldi. Bu dunyodagi nurg'un qarindoshlarimiz deydi, bu free speech, ya'ni erkin fikr qilish supisini hozirlab beradigan bo'ldi degandek gaplarni qilyotdi. Ammo men bu ishlarga kelgan chaqning o'zida biroz shubha bilan qarayman qarindoshlar. Masalan, Elon Musk
Elon Musk Twitter'ni setib, bu yerda bir erkin munozir qilish rayini yaratib berganda qilgan bilan bu yerda bir mening nazarimda bir shubhali shaklda shubhi bo'lgan masalalar o'tirg'i chiqyotdi. Qaysi degan vaqtingizda masalan Elon Musk Xitoy bilan hozirgi vaqtingizda eng chong tijarati Tesla elektronlik mashina ishlab chiqarishdan tortib hamma narsa Xitoyning ichida. Demak bu yerda hozirgi vaqtingizda Twitterni Elon Musk setib olgan bilan buning kaynidan mening bilishimcha %100 Xitoy chiqadi deb turib faraz qilaman qarindoshlar. Bununla bir misalim mesela Elon Musk efendim Ukrayna'da urush portlagan vaqtingizda Rossiya hokimiyati Ukrayna tavalligidagi internetni kesgan vaqtning o'zida shu hamon o'tirib dunyoga davron soldi. Biz Ukrayna xalqiga Rossiyaning cheklimsiz internet taqdirdiganligi haqida fikrlar taqaldi. Acaba andaq bo'lgan bo'lsa bugun Shanxay rayoni, Beijing rayoni Xitoy to'liq holatda internetlarni to'liq amal qildi. Andaq bo'lganken Elon Musk efendimning bu yerga kelgan chaqda, ya'ni o'zi billa xizmat qilayotgan Xitoyga kelgan vaqtingizda shu Shanxaydagi xalq uchun, Beijingdagi qamaldagi xalq uchun va yoki Uyg'ur davlatidagi bizga o'xshash internet hamma narsa kesilgan xalqlar uchun men cheklimsiz bir internetni shakllantirib beraman degan so'zlarni biz anglab bo'lamadik. Shu sababdan masalan Twitter bo'lsin, kelgusida hozirgi vaqtingizda men Elon Musk deb turib chiqqan bo'lsa xo'jayini, uning kendini welcome CCP'da o'tirib, meni jo'g'an chaqda xush keldingiz CCP dunyosiga deb o'tirib, uning kendini Xitoy kommunistik hokimiyatiniki chiqdi deb turib faraz qilaman qarindoshlar. Bu mening tushuncham. Balkim bu xalqaradagi umumyuzlik xalqning manfaatiga uyg'un shaklda bo'lishi mumkin. Bo'lishini ham umid qilaman. Qarindoshlarimiz. Uningdan boshqa xabarlarimiz Xitoy xalqaro emgakchilar qonuniga Xitoy xalqaro emgakchilar qonuni bo'yicha, ya'ni Amerika hukumatı ilgaridan Xitoyni ayblab kelgan, masalan forced labor qo'l emgagi qonuniga Amerika hukumatı ma'qullagan va Xitoyga qattiq bosim ishlatgan. Bu vaqtda Xitoy yana tashqi dunyodagi siyosiy yo'llarning Amerika va G'arb dunyosiningki ko'zini aldash yuzasidan xalqaro emgakchilar qonuniga imzo qo'yganligi, ya'ni Uyg'urlarning majbur emgak ishlatish masaladagi haq huquqlariga hurmat qiladigan qonunga imzo qo'yganligidan iborat bu yolg'onchilikni o'tirib qo'ydi. Xitoy hukumati biz qarab boqaylik, haqiqatan mushu qo'ygan imzoga amal qilgan Xitoylarmi? Biz tarixga qarasak, masalan Hong Kong, kechiringlar, Hong Kongni Xitoy o'ziga qaytarib olgan vaqtning o'zida Hong Kong xalqining demokratiya oz kam 50 yil o'zgarmaydi degan Xitoy hukumati va shuning imzo qo'ygan Xitoy hukumati bugun Hong Kong xalqini qaysi holatga keltirdi? Hong Kong xalqining butun Angliyaning qo'ynida yashagan 150 yillik demokratik hayotini xotimlashtirib, uni oyoqlashtirib, bugun diktator va kommunistik hokimiyati u xalqni o'tirib o'ylarining ichiga tiqibdi. Demak, bu Xitoy hokimiyatining dunyoga bergan har qanday va'dasiga va imzolagan kelishimnomaga amal qilmaydiganligining dalil isbotlari. Shu sababdan bu xalq Uyg'urlarning majbur bu Uyg'urlarning huquqini qo'g'daydigan majbur emgak masalasiga qo'ygan imzoyimi yolg'onchilikdan boshqa narsa emas. Uningdan boshqa Xitoy hukumatı Janubiy dengizda harbiy qurol yarog'larni taraqqiy qildirmaslik haqida xalqaro jamiyatga alohida yolg'onchilik bilan imzo qo'ygan kelishimlar bor. Ammo bu o'zining kuchaygan siri Janubiy dengizdagi ahvollarni o'zingizlar ko'ryapsizlar. Janubiy dengizda Amerika bilan Yaponiya, Amerika, Yaponiya, Avstraliya qatorliq davlatlar Janubiy dengizda Xitoy bilan tirkishyapti. Demak, bu qizil yolg'onchilik bilan to'shib ketgan Xitoy va Xitoy hokimiyatining yana bir yolg'onchiligidan boshqa narsa emas deb o'ylayman qarindoshlar. Uningdan boshqa desak, qarindoshlar, bu yana keyingi masalalarga o'tishdan avval bir temani unutib qolib tasqabdiman. Xitoyda boshlangan virus, ya'ni Shanxayda boshlangan virus, qarindoshlarimiz Shanxaydagi vazifasini ado qilib bo'lolmayli, hozir Beijingga yo'tkilibdi. Beijingga kelib, o'zining alohida vazifalarini Beijingda ijro qilayotgan gap.
tönügünkü ve bugünkü çıkıvatkan haberlerge hesap asaslangan vaqtning o'zida Xitoy hukumati Beijingda 20 mingdan ortiq insonlarni sinov qilish, ya'ni PCR test qilish jarayonining o'zida uni bayqalgan insonlar bor ekanligi o'tiryapti. Xitoylar nihoyat ko'p panik va qalayimqanchilikning ichida top bo'lib o'tirib, ilgari Shanxaydagi xalqni Xitoylarni osh qo'ygandan keyin Beijingdagi bu Xitoylarmi oshliq yemak-ichmaklarni setilish jarayonida bozorda oshliq nurg'un narsalarning kam ekanligi turdi. Hozirgi muloyizlardan qarag'an vaqtingizda Xitoy hukumatining Shanxayni yepib etib etish, Beijingni xuddi Shanxayga qilish ehtimolligining yuqori ekanligini turdi. Men ko'rgan xabarlarda balkim itib bo'ldimi, buni men bilmayman. Hamma xabarlarni buni ko'rib bo'lamadim vatandoshlar. Biz oldingi suhbatlarimizda degan Xitoy yasagan bu vaksina made in China like that. Bad quality. Buning ishlatilish nisbati, ya'ni sifati nachar. Xitoy hukumati virusni yaxshi ishlab chiqargan bilan vaksinni, ya'ni made in China, ya'ni bir shaklda o'tirib uyingiz odatdagi mundaq kopiyalab yasaydigan sifatsiz shaklda yasab chiqqan qarindoshlar. Uning unum nisbati 50% dan 55% gacha atrofida deyilgan gaplarni anglayapmiz. Menchi bo'lgan vaqtimizda Xitoy hokimiyatiningki bu sifatsiz yasab chiqqan vaksinasi ve vaksina bilan emlengen xalq bu yerda o'tirib yana bu vaksina bilan bu ishlar bilan bo'g'ishadiganday ko'rindi. Bu yerda bugun Beijingga o'tkazilgan bo'lsa, biz bilimizki o'tirib Uyg'ur davlatining poytaxti Urumchiga yetib bordigan aniq. Mening tushuncham bo'yicha bo'lgan chaqda. Va shuning bilan birga Xitoy bilan hamkorlashgan ko'pincha mening bilishimcha islom mamlakatlari, musulmon davlatlari Xitoyning vaksinasini setib olgan va xalqini Xitoyning vaksinasi bilan emlagan. Vaksinasini o'rdagan. Menchi bo'lgan vaqtingizda agar haqiqatan %100 ishonchlik bo'lib Xitoyning vaksinasining unum nisbati 60% ga yetmagan ahvol ostida qolgan Xitoyning qiyomatgacha do'st bo'lgan, Xitoy bilan qiyomatgacha do'st bo'lmoqchi bo'lgan va bo'layotgan Uyg'ur xalqining jonijon manfaati va jiniga hujum qilayotgan, Xitoyga qaytarayotgan atalmış islom mamlakatlarimi kelgusida Xitoy bilan o'xshash holatda jon talishib virus bilan bo'g'ishadigan ahvol reallikni men ko'raman deb turib o'ylayman. Men ko'raman deb o'ylayman qarindoshlar. Bu reallik oldimizda shakllandigandek, keladigandak turadi qarindoshlar. Onundan başka yana tekrar haberlerimizge ötsek qarindoshlar. Onundan başka tekrar haberlerimizge ötsek qarab baqayli, unutib qolgan taraflarimiz bormi, yo'qmi? Men bir qarab baqay yezib olgan. Menchi bo'lgan vaqtimizda unutib qolmagan o'xshayman. Qolgan gaplar bo'lsa, aqlga yarasha o'tirib, masalan, unutib qolgan taraflarni qolganini tushundirsak davomli va bugun unutib qolgan taraflar bo'lsa, kelar qatimda yana tushundirsak vatandoshlar, endi bugun kitimiz kelsak, men yuqorida deb o'tgandek, musulmon davlatlari Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib bergan qarindoshlar. Men ilgirki suhbatlarimda mushu men degan gapni degan vaqtimizda nurg'un qarindoshlarimiz sen men degan gaplarni dema deb shunda dedi. Bu men degan gap qarindoshlarimiz buni to'g'ri tushunga, men deyotgan so'zimga men ega degan gap qarindoshlar. Buni mushunda deb tushunsanglar. Men buni atoydan cho'ngchilik qilish tufaylidan men dedim degan gaplarni deganim yo'q. Mesela köpünçe hallada men aldıdan bo'ladigan masalalarni o'tirib qo'yib kelyapman. Ko'pchilik qarindoshlarimiz meni taqib qilgan, menga ergashgan do'stlarimiz buni biladi. Aldıdan bo'ladigan ishlarni, masalan, men ilgirki suhbatlarimda deb keldim. Musulmon davlatlarining %99% Xitoy bilan eng oxirgacha sapti mangadi va Uyg'urlarni eng oxirgacha sotadi degan gaplarni men degan. Shuning uchun men degan gap bo'lgan ekan, bu so'zimga ega deb o'tirib, men dedim deb turib deyapman. Qarindoshlarimiz, bundaq bo'lishdagi sababim men degan so'zimga men ega, men javobgar deganligidan boshqa ortiq ma'nolarni bildirmaydi.
Men aş gaplarni degan vaqtingizda nurg'un qarindoshlarimiz shundoq degan. Shuning uchun men bu gapni takrorlayman. Chunki mening agashgan nurg'un qarindoshlarim ayrim xonlarga so'zlash orqali sen musulmon davlatlarni bu oldidan bo'ladigan ishlarni faqatli Xudo bilalaydi. Sen nima deb o'tirib musulmon davlatlar Uyg'urlarni sotadi, aqiladi, ma'qul degan gapni sen takrordaysa, atalmış o'tirib sen ya islom dushmanligi yoki paloni dushmanlikni yaratmoqchi degan gaplar bilan degandikin, men bu gaplarni takrorlashga şu sebepten mecbur olatıma qarindoshlar. Degan so'zimiz to'g'ri chiqyapti. Refiyaning xabarlariga chiqdi, Uyg'ur agentlik bo'lsin, hamma yerga qarab beqing. Wilson markaziy tadqiqot markazininki, buni boshqa siyosiy ustozlarimizmi dedi, hamma odamlar takrorlab o'tdi. Masalan, Wilson markazining tadqiq qilib, uzun muddatlik tadqiq qilish jarayonida, iz qo'g'lash tadqiq qilish jarayonida o'zida hozir bilganga qadar, masalan, 1500 dan ortiq Uyg'urni islom mamlakatlari, ya'ni O'rta Osiyo islom mamlakatlarining Xitoyga qaytirib berganligini shular dalilladi. Men hozir buningga loyiq ba'zi bir videoni ko'rsataman. Masalan, ismini unutib qoldim, bir qarindosh, men Arslan Hidoyat bilan bir chatallikninki, oqtalikninki o'tkazgan suhbatini ko'pchilikka qo'yib beraman qarindoshlar. Buningdan de 5000 atrofida deydi qarindoshlarimiz. Men degan gaplarga men ega. Olay yana shundaq day qarindoshlar xabarlarni ko'rdingiz. Islom va musulmon davlatlarining %99% Uyg'urlarning mustaqillik masalasi kelgan chaqdingizda eng oxirgacha sotadi. Eng oxirgacha sotadi, eng oxirgacha turadi. Men videoni qo'yib berishdan avval ko'pchilikka azroq bir bu nuqtada o'tirib, mening o'zimning tushanchamlarni deb qo'yay qarindoshlar. Bir, İslam devletleri bilen Xitaylar ideologiya jihatda o'xshash, diktator her qanday vaqt diktatorni qo'llaydi. Qarindoshlarimiz. Hem özünün İslam memleketleri deganlarning o'zi o'zining xalqidan xuddi Xitoyga o'xshash o'zining xalqidan qo'rqidi. Masalan, Saudiya Arabiston bo'lsa 10% o'tirib Shia va andaq bo'lgan bo'lsa bu Shia'ni boshqalarni o'zimga dushman deb turib qaraydi. Qandaq bir islom mamlakatlariga qarsangiz, o'ziga nisbatan bir dushmani borlikin bor. O'zining xalqida diktator, demokratik ideologiyani shakllantirib bo'lmagan islom dunyosi o'zininki xalqini vaqt kelib qolsa, o'zining dushmani hisoblaydi. Xuddi Xitoyga o'xshash. Andaq bo'lgankin har zaman diktatorning yo'li bilan mangadi. Xitoyning tüpkü maqsadi dunyoda uyg'unlamoqchi bo'lgan, ya'ni digitallashgan, insonlar o'ziga o'xshash dinsiz bo'lgan, xuddi Uyg'urlarga yurgizayotgan dinsizlashtirish, eriq yo'qtish siyosatida har turli yuqori texnologiyalarni sinab qilish orqali buni tadrijiy holda islom mamlakatlariga, o'ziz oson singib kira oladigan islom mamlakatlariga yeyish orqali, tadqiq qilish orqali energiya ehtiyojini so'mirish va o'zining diktator ideyasini ularga tengish orqali diktator hokimiyatlarni qo'llash orqali bu yer o'zining kuchini, sepini, ya'ni Amerika, Yevropaga qarshi o'zining sep doirasini, kuchini kengaytirish uchun Xitoy shuni Ipak yo'lini boshlatgan. Ipak yo'liga qarsangiz, Ipak yo'lining tarkibida Amerika yo'q. Qarindoshlarimiz. Shundoq bo'lganken, bu diktator bilan diktator ikkisi birlashib mangadi. Bular oxirgacha o'tirib bir-birlan yantayoq bo'ladi. Ikkinchidan bizning da'voyimizni, Uyg'ur da'vosini Amerika qo'lladi. Amerika qo'llagankan, bu yerda nurg'ulg'an tujmalashib ketgan islom mamlakatlari o'zining tepib olgan har turli gaplar bor o'tirdi. Amerika onu qildi, Amerika bunu qildi degan gaplar bilan odatda tutamg'i to'xtamaydigan bana orqali yana o'tirib Xitoy tarafida turdi. Qarindoshlar, bu yerda Uyg'ur masalasining musulmon bo'lishi, Uyg'urlarning kim bo'lishi ular aytgan chaqda baribir. İslam mamlakatlari uchun aytgan chaqda baribir. O'zining xalqiga odati bir demokratik nafas elishni bermagan bir hokimiyatlar qandoqsiga o'tirib siz bizga o'xshash Xitoy ularga o'tirib kuch berayotgan, pul berayotgan bir hokimiyatlar barobar o'rinda turmay sizlar bizni qo'llatdimi? Çünkü o hakimiyetlerini oturup dinsiz, kafir memleketler deysek, azık vaktimizde nurgulluğun sakalı minigiden uzun mollamlarımız dep koyaylık, şundak insanlar çıkıp oturup bizge hücumunu başlaydı. Ama özü qarab baksın. İki,
Arab memleketleri bizning davoyimizga nisbatan har qanday vaqt sus holatda davomlashadi. Shuning uchun islom memleketlari Uyg'urni oxirgi sotudi deb o'tirib deyishimni xuloslab yeyishyaptimi ya bu yerda. Arab memleketlari Uyg'urlarni eng oxirgi qadar sotudi. Buniki ikkinchi alternativi qaysi degan vaqtimizda Arab memleketining eng cho'ng dadi Falastin. Eng cho'ng dadi Falastin. O'z hal qilolmagan bu Falastin masalasini özü hal qilamagan Falastin masalasini o'zining chirik ideyasi, fasq ideyasi, mushu o'zining bo'linib ketgan tafriqchilik, bir jonivorlar shaklda yashayotgan arab dunyosi o'zining hal qilamagan Falastin masalasini musulmon dunyosiga tashlab qo'ygan. Buni o'tirib Erdoğan efendim 15 yıldan birisi çoğun sözlep baktı, çöküp gitti. Bunu oturup sırtın oturup Falastin meselesini oturtup qo'llayotgan Xitoy hakimiyeti qarindoshlar. Xitoy hakimiyetini qo'llayotganken bu albatta Arab millatchilarining, tujmal millatchilarining, ya'ni kafir millatchilarining ko'ngliga yoqadigan eng cho'ng da'vo. Şu sebepten siz bizni qo'llamaydi. Yeni bir tarafi biz özümüzni tashqi dunyodagi xalq, özümüzni biz degan Büyük Türkistan qurganlar, biz degan büyük Türklarda o'tirib özümüzni islom mamlakatlariga shunday tashviq qilib keldik. Biz özümüzden so'rab bakın, biz Türkler bilan Türk til sistemasida bir xalq, ammo ayni bize bir emas. Şunun için özünü Türkiye'de yaşayotgan qarindoshlarimiz mi en avval özünü Uyg'ur Türk deydi. Ya Türkli demeydi ya Uyg'urli demeydi. Uyg'ur Türk deydi, Uyg'ur deydi. Ama Araplarni qishig'i bağa vaqtimizda şu qarindoshlarimiz qanday tushuntirdi? Biz Türk deb turib tushuntirdi. Çünkü aynı vaqtimizda Yevropa, Amerikada mı Uyg'urlanmış shunday deydi. Bizni hech kim to'nimaydi ekan, shuning uchun eng avval o'zimizni Türk desek, dunyo to'niydi ekan deb o'tib, Uyg'urlar o'zini shunday to'nishtirgan. Arab dunyosiga Uyg'urlar to'nishtirayotgan shaklimizda biz degan Türk deb turib o'zini to'nishtirdi. Ko'pinchilari. Xo'sh, undaq bo'lgan bo'lsa, Osmanlılar Arab dünyasıga 600 yıldan artıq hükümranlık qildi. O meyli qandaq adaletlə hükümranlık qilgan bolsun, meyli qandaq qilgan bolsun, Arab bugün hakimiyet taxtda turayotgan Arab millatchiligini aytgan vaqtning o'zida o bir Türklarning ostida qolgan bir qarong'ilik tarix, ularga nisbatan aytgan chaqda bir nomussizlik tarix. Yani biz Osmanlılarning işgaliyet aslında 600 yıl qilib qoldik deb o'tirib shundoq to'naydi bugungi millatchilar. Andaqken 600 yıl o'tirib o'ziga hukmronlik qilgan bir millatdan oran İngilizlarning yordamida qutulib bugungidek boyashat, paravan turmushlarga kichik bo'linib o'tirib bir-birimizga yordam qilmaslik shaklda boyashat, paravan yashayotgan nurg'un bu arab davlatlari andaqken o'tirib siz o'tirib sizni o'zingiz Türk deseniz Türkni qo'llama. Aldık o'tirib siz musulmon deyseniz ular o'chayotgan chaqda nol narsa. Shuning uchun sizni qo'llamaydi. Qo'llamayla emas, ani butun vatan so'yga Makkaga borgan Uyg'urlarni Allohning buyuk beyti bo'lgan muqaddas zaminning o'zidan Xitoylar qaytarib berayotganligini ko'ryapsiz. Onun içindeki hakimiyet taxtda turayotgan insonlar o'zini musulmon degan bo'lsa-mu, o Xitoydan o'ta battar insonlar ular. Tujmal millatchilik degan asli bir nachar narsa emas. Bu tujmal millatchilik. Oldimga andaq bo'lgan bo'lsa, 600 yil arablarning Türklarning ostida yotgan biz arablar oldimizga bir Türk kapsiz andaq bo'lgan bo'lsa, Xitoyga tashlab berish orqali biz o'chimizni olaylik deb o'tirib, yana eng oxirigacha qaytarib berdi. Bizden kalva 4 Uyg'urlarimiz qo'liga Xitoy pasportini ko'tarib olib, yana arab mamlakatlariga berib, bular amin deydi ekan, bismillah deydi ekan deb o'tirib, ashlarning qo'lida eng oxirgi o'ldi qarindoshlarimiz. İki, Orta Asiyodagi qarindoshlarimiz biz o'zimiz davogan Türk, Qozoq, Qirg'iz, Tojik, Majik degan qarindoshlarni biz o'tirib o'zimizning buyuk qarindoshlarimiz, buyuk Turkistonning ichidagi bir oilaning odamlarimizda o'tirib biz mushkamgacha shunday tushuntirib qoldik. Bu bizning yaxshi ko'nglimiz. Uyg'urlar shunday marhamatli xalq, to'g'ri xalq, asli shunday. Biz urug' tuqqan, baravar bir coğrafiyada yaşadık. Ama bugün taxtda turayotgan Orta Osiyo Cumhuriyatlarining hokimiyatları o siz o'ylaganda unda o'ylamaydi hech qaysisi. Ular o'zining millatini, ya'ni Qozog'istonning prezidenti bo'lsin, O'zbek Palan Pokollarning shu Stan Taskinistonlarningki
prezidentlerinin hammasi o'zini o'zim deb turibdi o'naydi. O'zining millatini dunyodagi 5000 yil, 10000 yil, 20000 yillik tarixiga bir büyük qahramon madaniyatlik bir millatning avlodlari qilib turib tarixlarni yezib dunyoga to'nishtirish ularning eng cho'ng orzusi. Bu yerda ular shu tarixni shundoq betim 5000 yil, 10000 yillik tarix bo'yicha yezib bu yerga o'tirg'i taqtaydigan vaqtimizda nima putlishidi? Uyg'ur putlishidi. Chunki ularning Uyg'urlarnikidek 5000, 10000, 30, 40000 yillik so'ziladigan tarixi yo'q. O tarix bo'lmagandan keyin Uyg'urdan iborat bu millatni Xitoy bilan birlashib, ularning o'tirib taltuks yo'qotib qolgan chaqda tarixni xohlagancha yoza oladi ular. Xohlagancha yoza oladi. O'zbekning tarixini 10 yil, 20 yil qilib yoza oladi. Qozoqning tarixini 10 yil, 20 yil qilib yoza oladi. Shuning uchun tarixiy jihatlarda, puldan boshqa tarixiy jihatlarda şu Stan, Paskistanlarning taxt turayotgan hokimiyatlari buni mushu nuqtadan qaraydi qarindoshlarimiz. Bu mening tushungan nuqtam. Shuning uchun sizni ularmi eng oxirgacha sotadi. Ular sizni eng oxirgacha bular o'lsgan deb turib hisoblaydi. Shuning uchun chiqmadimi ya bizning millatimizning ichidan 2018-yilda Turkiyadan har yerdan Xitoyga setilgan munofiq g'olchilar o'tirib ta hozirgacha so'z taqatmayapti. Uyg'ur degan bu millat yo'q millat. Uyg'ur degan bu millatning ismini Stalin qo'yib qo'ygan millat deb o'tirib 2018-yildan tortib o'tirib bu hujumlarni boshlatmadimi? Qo'lingizga kirmay qolmadimi ya shu? Bu ayni Xitoy Uyg'urni qanday yo'qotmoqchi bo'lgan bo'lsa, O'rta Osiyo hokimiyatlari bu shunga Shanxay hamkorlik tashkilotining ichiga shunga kirgan. Xitoyning ularga sungan alternativlari bor. Shu Stan, Paskiniston, Kapiristonlarning hokimiyatlariga sen o'tirib 10 ming yil, 20 ming yillik tarixiy bir millat bu o'tirg'i chiqish orzuying bormi yo'qmi? Bor. Tarixchilar qarab kelgan vaqtning o'zida hamma narsa berib Uyg'urning tarixiga bog'lanib qolgan. Bağlanıp qalgandan keyin ular o'tirib andaq bo'lgan bo'lsa, Uyg'ur degan bu millatni taltiksi yo'qotgan vaqtimizda biz o'zimizning tarixini, Qozoqning tarixi, O'zbekning tarixi, har turli tarixlarni, chunki ular bir-biriga giralishib ketgan tarix. Onun ichidagi eng urg'i pendament Uyg'urlar. Buni har qanday turkning tarixchilaridan so'rang. Hammasi shunday deydi. Bu pendamenti bo'lgan bu Uyg'urlarni taltuks yo'qotgan vaqtimizda ular tarixni xohlagancha bo'lishalaydi, xohlagancha yoza oladi. Shuning uchun ular aslidan yo'qotmoqchi bo'lgan Xitoy bilan barobar holatda mangdi, sizni eng oxirgacha sotadi va setib keldi. Qarindoshlarimiz, buni o'zingiz yaxshi biling, yaxshi tushuning. Bizning ichimizda bunday ishlar bo'lindi. Bunun kimi buludu texe. Xitoyga setilgan g'olchilar o'tirib chiqib, Uyg'ur degan yo'q millat bu. Degan bu tashviqotlar bilan yana eng og'irqich bo'ldi. Maqsad islom dunyosi, Xitoy dunyosi, atalmış Türk dunyosi va ichimizda setilgan munofiq xoinlarning maqsadi Uyg'ur degan millatning dunyodan taltuks yo'qotishdan boshqa hech qanday bir narsa emas va bu siyosatni uyg'unlab kelyapti qarindoshlar. Buni mushundaq bilasizlar. Dünya tarixchilariga qarab beqing, dunyo tarixiga qarasangiz, dunyo tarixchilari Uyg'ur degan millat bor millatmi, yo'q millatmi? Bu dunyo tarixi beryapti. Ammo Xitoyga qarasangiz Uyg'urlar o'tirib turib Mong'oliyadan ko'chib kelgan millat falan to'kin desa, o'zimizning ichidan chiqqan munofiq xayla Uyg'ur degan yo'q millat degan narsalarni qungu urib turib topmadi emas, uni Xitoy kommunistik hokimiyatning og'ziga seppagan g'olchilar, itlar, hayvonlar, jonivorlar. Onun başka O'rta Osiyo davlatlaridagi qarindoshlarimiz qarasangiz, ular shunday qaraydi. Biroz bu real tarixga, tarix bo'yicha haqiqiy yaxshi manda qaraydigini Turkiya turklari to'g'ri qaraydi. Qarindoshlarimiz, Turkiya turklari ular to'g'ri qaraydi. Uyg'urlar haqiqatan o'tirib turib, masalan, mushunchalik uzun tarixiga mundaq deb xalq deb qaraydi. Ammo O'rta Osiyodagi tujmal Stan, Paskiniston, o Kapiristonlarning boshliqlari unda qaramaydi. Qarindoshlar, menchi bo'lgan chaqda tushungansiz deb o'ylayman. Bu nuqtani qo'yib beray qarindoshlar, bilib qolinglar. Mau Arslan
Hidayet qarindishimizning o'tkazgan suhbatini. Let's go with just the males, shall we, in Tajikistan? Because it's really more like 3,000 if you count all Uyghurs. In Dushanbe, major city, you have 400 Uyghurs in the bazaar. Okay. You currently have 40. The loss is 360. In Kujan, in the north, we have about 300 in the bazaar initially. Now there's 60. They do a little better. Okay, 240, lost 240. Kirgatepe in the south, 300. This is a big bazaar for the Uyghurs. Now we have 18. Okay, so that's a loss of 282. So you can see it's a little different from place to place. But overall, you have about an 85% loss. Now, each one of these Uyghurs had 2 people associated with them on average. Maybe a wife. In some cases, they married locally, but many times they have a wife or a couple of kids. So it averages out to about 2. So we're really talking about 3,000 people, which have simply gone missing. Now, there's in Kyrgyzstan, the bazaars, very similar. Medina Bazaar, pre-2017, 3,000. Currently, about 500. Karasu, 1,000. Pre-2017, now 45. Dordoi, 400, now 35. Chameleon Bazaar, 300, now 4. Okay? So there we're talking about what I get to is about 87% loss. About nearly 5,000 people. This is a catastrophe. Qarindoshlar, what are the stats of the numbers of Uyghur? Qarindoshlar, buni suhbatni ko'rdinglar. Chunki men har qanday bir suhbatning ustida mayli pokitsiz bo'lib qolmasin, yolg'onchilik bo'lib qolmasin deb o'tirib, o'zimning o'tkazgan suhbatim uchun bir pok sifatida qilib qilish uchun o'tirib qo'ygan ko'rdinglar. Masalan, Uyg'ur agentligining mushayatning ichida chiqqan xabarlarni angladinglar, Refiyanikidan chiqqan xabarlarni angladinglar. Ham bu Arslan Hidoyatning bu shaxslar o'tkazgan suhbatini İngilizce nüshasini angladinglar qarindoshlar. Bu qatim shu vaqtni angladinglar. Bizni Xitoyga qaytarayotganlar, ya'ni o'zimizning bir paltidan sepi yog'och bo'ladi deymiz-ku. Paltidan sepi yog'och bo'ladi, palto o'tirib yog'ochni chapadi deganga o'xshash. Bizni qaytarayotganlarning hammasi ya'ni musulmon davlatlar bo'lgan, islom davlatlari bo'lgan. Qarindoshlar, men hech kimga tuhmat qilmadim. Mushkamgacha ana ishonmasanglar Uyg'ur agentligining chiqqan xabarlari qaranglar, Refiyaning xabarlari qaranglar, Arslan Hidoyatningki bu o'tkazgan suhbatini o'tirib men o'zim kesib o'tirib qo'yib qo'ydim. Uningdan so'ranglar. Mana bu insonlar uzun muddat tekshirish jarayonining o'zida Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib olgan davlatlarni ma shaxsdaydi, Tojikiston bilan Qirg'izistonni markaz qilgan bu asosga 5000 ga yaqin Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bergan bildinglarmi qarindoshlar? 5000 ga yaqin Uyg'urlarni Madabatoda 5000 ga yaqin Uyg'urlarni mushu Tojikiston bilan Xitoyni markaz qilib o'tirib mushular qaytarib bergan. Mening bilishimcha bo'lgan vaqtimizda bu shaxs bu yerda ism o'rinlarni deyotdi. Men davlatlarining jarayonlarini ismligi bir masalan Mazar-i Sharif deganda qildi, masalan ya Afg'oniston, ya Pokiston, Tojikiston yoki Saudiya Arabiston demay bo'ldi. Qaytargan davlatlardagi o'rinning ismini deganlik uchun men buni tafsiliy tushunib olmadim, ammo bu yerda Devatgan gepi Tojikiston bilan Qirg'izistonni markaz qilib, mushu o'tirtirib Xitoyga 5000 ga yaqin Uyg'urni qaytarib bergan qarindoshlar. Bildinglarmi? Bular oxirgacha sotdi vatandoshlarimiz. O'ylab beqinglar. Mening bilishim bo'lgan vaqtimizda hozir qadar o'zinglar bilasizlar, butun Misrdan qaytarildi. Uyg'urlarni qaytarib berdi. Arab davlatlaridan qaytyapti, Afrika davlatlaridan qaytyapti. Menimcha bo'lgan vaqtimizda bular Xitoy hukumatı bir mushtaq bir organizasiyon holatiga kelgan. Chunki uni Saudiya Arabistondan tutib akassa, Qatardan tutib akassa, Arab Birlashma Xalqlaridan tutib akassa, bu yerda ularning inovatiga ta'sir etadi. Shuning uchun bu Uyg'urlarni qaytarib aladigan ikki markazni shakllantirgan deb o'ylayman. Tojikiston bilan Qirg'iziston. Ya'ni Saudiya Arabiston yoki Arab Birlashma Xalqlari Uyg'urlarni tub-tuz holatda Xitoyga berib olsa, u vaqtimizda bla gap chiqadi.
Shuning uchun bular o'tirib Uyg'urlarni Tojikistonga yoki Qirg'izistonga bergan, yaqin bo'lgandan keyin o'tirib chegaradan kelib o'tirib Xitoy aketgan. Hammasini bu yerda bir Uyg'urlarni qaytarishninki bir to'plami, bir markazi bo'lgan deb turib men shunday tushunaman. Tojikiston bilan Qirg'izistonni. Dunyoning har qanday yeridan choramalni tutgandek Uyg'urlarni bu yerga opirdi, bu yerga o'tirib tashlaydi, bular o'tirib pulni sanaydi, Xitoyga berdi. Shunday bo'lgancha kim qaytarib bergan bo'ldi? Tojikiston bilan Qirg'iziston qaytarib bergan bo'ldi. Aning kaynidikilar bo'lsa, xalqaro mediadan, masalan, arab davlatlari boshqalar bo'lsa, xalqaro medianing kaynida qoladi. Men qaytarib bermadim degan bo'ladi. Qarindoshlar, ish mushundaq, ahvol mushundaq qarindoshlar. Bizni İslam memleketleri qarindoshlar %99% eng oxirgacha sotadi qarindoshlar. Ayni vaqtning o'zida shu biz o'zimizning qarindoshlari deb atagan shu O'rta Osiyoda biz yashadik ya, shu vaqtning o'zida bir maqolani anglagan, ko'rgan. Masalan, Uyg'urlarning butun chiqayotgan Navoiy, Farabi butunlay hamma shoirlarni o'tirtirib, masalan, o'zbeklar o'tirib Navoiyni mening dedi, Farabini qozoqlar mening dedi, hammasi o'tirib o'zining mustaqil davlat bo'lgandan keyin bo'lishib o'tirib, hatto pullarga besib oldi-ku ular. Peshonasiga besib oldi. Besib olgan vaqtning o'zida qozoqlar chiqib nimani Mahmud Qashqarni bizning deb ekan. Qirg'izlar chiqib nimani Yusuf Xos Hojibni bizning deb ekan. Bu Balasaxunda ayni vaqtidagi Qarxonlar xonligining bir uch poytaxti bo'lgan-ku. Bu poytaxtning biri shu Qirg'izistondagi Balasaxun shahrida tug'ilganligi uchun bu Yusuf Xos Hojibni Qirg'iz deb chiqqan vaqtning o'zida, ayni vaqtning o'zida Qirg'izlarning dangliq bir shoiri, Nobel mukofotiga erishgan, adabiyot mukofotiga erishgan Chingiz Aytmatov bor. Chingiz Aytmatov shu o'tirib yig'in maydonida shundoq bir narsani degan. O'tirib, "Endi bo'la, yeta. Endi yeta numus qilayli, xijil bo'layli. Bunda qilmanglar" degan. Uyg'urlar mushu biz Türkiy millatları deganini oni yiltisi Uyg'ur. Biz bir endi biz mustaqil bo'ldik deb o'tirib, Uyg'ur degan xalqni mustaqil bo'la olmaydi ekan deb o'tirib, ma dunyo tarixini sen amaldorlar, prezidentlarga deyotgan gap. Sen tarixni bilmay o'tirib, bularning hammasini bulab tatib eketma. Qog'onlarga eketding. Qog'onlarni eketding, Navoiyni eketding, Farabini eketding, Yuknakini eketding, hammalarini mening deb turib ekib olding. Endi mao Mahmud Qashqar bilan Yusuf Xos Hojib bo'z Uyg'urning petim qilib qolsin, keyin sharmanda bo'lib ketisizlar. Numus qilinglar, numus deb turib shunday degan gapni Qirg'izistonning Nobel mukofotiga erishgan Chingiz Aytmatov degan qarindoshlar. Shuning uchun qarindoshlarimiz paltininki sepi yog'och, palti kelib o'tirib yog'ochni chapadi. Biz bugun mushu strategiyaning o'zida mushundaq ketyapmiz. Albatta biz buniki men beşimdan keşken siyasi meselelerni xalqqa tushuntirib qo'ydim. Ya'ni millatimizning ichida shunchalik bir o'tirib, beshini o'tirib mikroskop bilan ko'zatsangiz teli chiqadigan insonlar xali jiqqa. Yana o'tirib, qo'lida Xitoyning pasportini ko'tarib o'tirib, arab davlatlariga boradi, haramga boradi, hatto o'limga boradi, ashaqqa berib o'tirib, yana Xitoy o'tirib ko'p tutdi, avat berdi, keyinda o'tirib va o'tirib, meni o tashkilot qutqizamidi, bu Uyg'ur qutqizamidi deb o'tirib, dunyoga o'tirib jar soldi. Qo'lingda ko'tarib olganing Xitoy pasporti, hatto sen o'tirib Xitoy va Xitoy bilan hamkorlashishga dushmanni bilmaysan. Andaqkanda o'tirib sen tabiiyki yeysanki. Qarindoshlarimiz yodinglarda bo'lsin, diqqat qilinglar. Mushkamgacha o'tirib qaytirayotgan davlatlar, asosliq islom mamlakatlari. Shuning uchun biz bu nuqtani degan vaqtimizda yana sizlarga deb qo'yayman, pokitni o'tirib qo'ydim. Hech qanday vaqtda hech kim bilan bir dushmanlik yaratish maqsad emas. Faqat va millatim Uyg'urimning o'zining dushmanini va dushmani bilan hamkorlashayotgan mamlakatlarni bilmay yeyilib ketmasligini men umid qilaman qarindoshlar. Men bugun bir nuqtani o'tirib qo'yay. Bugun o'tirib dunyodagi Uyg'urlar bilan baravar birga yashayotgan Mongoliya nima uchun o'tirib Uyg'urlarga mushkamcha dushmanlik qilmaydi? Mongoliyaga mo pul kerak emasmi? Nima uchun undaq bo'lgan bo'lsa, bizning qozoq, qirg'iz, tojik, o'zbek degan qarindoshlarimiz o'tirib bizni shunday jiqariq setib etadi.
Buni puli degan bo'lsangiz. Moğolning o'ziga yetkidek bundoq tarixi va qahramon millat. Uyg'urlar bilan necha 10 ming yildan birisi birga yashagan vaqt kelib qolsa, men Uyg'urdan deyalaydigan Moğol xalqi o Uyg'urlar bilan talashqidek tarixga ehtiyoj yo'q. Yetib boshqadek tarixi bor. Shuning uchun o'tirib, tam mushkam qadar o'ylab bakın, Moğoliya hiç bir zaman Uyg'urlarni satmadı, Uyg'urlarga dushmanlik qilmadi va oxirga chiqmaydi. Bunun Uyg'urlar bilan talashadigan tujmal millatchilardek Qozoqdan, Qirg'izdan, falan to'kinning tarixchilarini tortishayotgandek, bu tarixdan talashishga hojat yo'q Mo'g'ullarning. Buni siz bilib qiling qarindoshlarimiz. Shuning uchun Mo'g'oliya va boshqa davlatlar bunda qilmadi va buningdekimi qilmaydi, ammo yana siz gapimni tushuntirma, eng oxirigacha men tushuntirma. İslam ve İslam memleketleri biz atagan Türk memleketlerimiz oturtup en ahırgıca yani Uygur'unu satıdı qarindoshlarimiz. Gipim müşagichi bo'lsin qarindoshlar. Tekrar roz kunlaringizga muborak bo'lsin. Xudoyim bo'lsa dushanba kuni menimcha bu vaqtingizda Norvegiyada dushanba kuni men ish qilmayman. Roz kuni bo'ladi, hayit kuni bo'ladi. Başka devletlerde qanchalik farqlar bor, qaysi kuni bo'ladi bilmayman. Shuning uchun tekrar qarindoshlar roz kunlaringiz muborak bo'lsin, hayitinglar muborak bo'lsin. Men hayitni ishda o'tkazaman, shundoq. Shuning uchun ishda bo'lsa-mu, Allah'nınki yaxshi kunlari mayli qaysi kun bo'lsin, hayitlik kunlaringizga salom yo'llayman qarindoshlar. Hayitni yaxshi o'tkazinglar, omon bo'laylik vatandoshlar. Ko'rishga omon bo'laylik, xo'sh.